Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz sizlar bilan uxlovsiz somsa tayyorlaymiz. 1 stakan ilmiq suvga 1 qoshiq tuzni solamizda xamirlarimizni qorib olamiz. Yumshoqqina xamir bo'ladi. Xamir yumshoqligidan qo'lga yopishadi, lekin bu yaxshi yumshoqqina bo'lishi kerak. Va 6 ta zuvalaga bo'lib oldimman. Oltita zuvalaga bo'lgandan keyin hammasini yaxshilab formaga keltirib olamiz xamirlarimizni. Va mana shunday qilib tovoqlarga yog'lab solamiz. Hammasini yaxshilab yog'lab olamiz. Keyin strech bilan yaxshilab o'rab bir chakkaga olib qo'yamiz. So'ngra go'shtlarni mana shunaqa kubik qilib to'g'rab, kartoshka ketidan solib, keyin esa kubik qilib piyozlarni to'g'rab solamiz. Ketidan bir chimdim tuz solamiz, 1 loshka, keyin 1 loshka zira, 1 qoshiq paprika sovurdim-man, keyin yaxshilab aralashtirib olib qo'yamiz. Keyin xamirlarni yoyishga o'tamiz. Mana shunaqa sekin-sekin, shoshmasdan xamirlarni yoyishni boshlaymiz. Juda ham oson yoyiladi. Qo'rqmasdan yoyaveringlar. Girdlari yirtilib qolsa ham undan qo'rqmanglar. Bemalol ichida qolib ketadi yirtiq joylari. Faqat uchlari yirtilsa hech narsa emas, o'rtasi yirtilishi yomon. Mana shunaqa qilib tortib qattiq tortmasdan sekin-sekin tortib olamiz xamirlarni. O'zi osongina yoyilib, yuqalashib boraveradi. Xamirlarimizni yoyib bo'lgandan so'ng sariyog' yoki margarinni ichiga solamiz. Mana shunday kamgina solamiz, chunki o'zi yog'langan xamirimiz. Ustiga mana shunday surtib chiqamiz. So'ngra xamirlarimizni bo'kishni boshlaymiz. Mana shunday qilib bo'kamiz. Bitta zuvaladan 2 ta somsamiz chiqadi. O'rtasidan 2 ga bo'lib olamiz. So'ngra xamirlarimizni mana shunday yoyib ichiga nachinkasini solamiz va mana shunaqa shaklda qilib olamiz. So'ngra ustiga tuxumlarni sarig'ini surtib, kunjutlarimizni sepib, 250 gradus duxovkaga 45 daqiqaga jo'natamiz. Mana shunaqa ajoyib somsalar chiqadi. Qisir qiladi, hattoki uxloqda yoygandan ham zo'r bo'lib chiqadi. Albatta tayyorlab ko'ring. Menga obuna bo'lishni unutmang.